Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Men hech mana mavzuga aralashmayman degandim. Shahzona Muhammedovamidi, kim edi? Matchonovamisi, kim edi? Bular ham rosa ko'p axir har xil ismlar bilan yuradi. Nima deyishdan bilmaysan axir. Shu kishi tikkan oq ko'ylakni Fatani bitta xotining bitta qizimiz gapirib chiqqaniga, "Opa, babelga deyib ketdi. Babirshallar bilan baxtli bo'lib ketdi. Gapirganingiz foydasi yo'q." Azizlar, hozir ko'pchilik uyda o'tirib oddiy telefon orqali pul topsa bo'ladi. To'g'risi men ham avval ishonmadim, lekin bu Telegram kanalga kirib realniy odamlarning daromadini ko'rib hayron qoldim. Hech qanday tajriba kerak emas. Noldan o'zlari o'rgatadi. Kommentariyada описаниеda ссылка qoldiraman. Marhamat, ishonmasangiz kirib ko'ring. Xo'sh, o'sha o'tib ketdik-ku. Dizayner bo'yicha Shahzodaga yetadigan yo'q, haqiqatan ham kuchli dizaynerda o'qigan, mutaxassis, yana qayerlarda borib ilm olib keladi, malakasini oshirib keladi. Gapirganingiz bilan foyda nima o'zgaradi? Feruza Normatovani o'sha yerga bermasak bo'lmas edi, bilasizmi? Agar mana shu yerga bermagansa, naga uylantirardi kostyum shim kiygizdirib. Voy o'lay, bitta ko'ylakka shuncha problema qilib bordingizmi? O'lib ketmaydimi? Shahlarni hal qilaylik, jalab deb so'kibdi narsani. Shahlarni hal qiling. Voy o'lay tavba. U 4-5 payp chiqib o'zidan ko'tarib ketib qoldi o'xshaydi hamma pipa eri bilan birga. Jonim chiqalat deb.